voy chang ko'p chang aytmasin, sipirgin chang ketyapti. Bo'ldi opa, bo'ldi, gap yo'q. Singlim azim bilan o'rtaga tushasa yo'qmi? Shunday qilib. Yo'q, o'rtam tushasi yo'q, nega so'rayapsiz teshigi? Bilasizmi, men uni ko'nglim bor. Nega unday galashmasa Ravshan bilan galashyapsiz? Sabab nimada? Men Azizga sinash uchun gaplashayapman, Ravshan bilan shunchaki emas. Aziz ko'ngli sindirib qo'ymaysizmi misozda? U yoq garlashimni bu yoqni o'zim bilaman. Mayli, o'zi bilasiz. Sen bilan gaplashmayman deb Azizga ayt, senga ko'ngil bermasin. Mayli, unda bugun aytaman. Yulduz, yaxshi keldingizmi? Nima gapingiz bor edi? Sizdan muhim gapim bor. Nima gap ekan? Devir umman siz bilan gaplashmas ekan, umman 1 gramm ham jansi, sizga ko'ngli yo'qmi? Yo'q-a, o'zi boshidan ko'nglim sezganday bo'luvdi. Nima ham deymiz? Sevgini ko'zi ko'r ekanda. Endi nima qilmoqchisiz? Bilmadim. Endi ko'nglimni kimga ishonishni ham bilmay qoldim. Xohlasangiz, menda zo'r taklif bor. Tushunmadim. Undan ko'ra men gaplashmas, o'zim baxtli qilaman. Sevgan inson bilan yashagan qayoqda, sevmagan inson bilan yashagan qayoqda? Yo'q, sevgi menga emas ekan. Endi tushundim men.